Assalomu alaykum. Ilon baliq ishqibozlari. Mana Toshkentga dastavkamiz tayyorlayotdik. Ilon baliq olovchilarga bor. 200-300 grammdan 700 grammgacha ilon balig'imiz bor. Matishlarimiz 1 kilodan 1 kilo, 1,5 kilo 200 shunaqalarimiz bor matishlarimiz. Boqqani 300 grammdan 700 grammgacha. Mana balig'larimiz bor. Mana dastavka Toshkentga tayyorlayapmiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana oldiramiz, mana baliqlarimiz bor, mana basenda hozir. O'zimiz bir yillarni boqamiz ilon baliq. Kislorod kerak emas, o'zingizga hovlingizda hovuz qilib uy sharoitida mana boqsangiz bo'ladi. Endi ba'zilar aytdi, olsam o'lib qoldi deb. To'g'ri. Buni erta bahor sovuq paytda olib qo'ysa, ko'chirgan paytda kasallanib qolib, o'lib qolyapti. To'g'ri, haqiqatda bizda ham shunaqa holatlar bo'ldi. Lekin hozir bundan beri issiq, tez moslashib ketadi. Mana inshaalloh o'zi ikkinchi dastavkamiz. Mana o'zimizning hovuzlarimiz, mana baliqlarimiz bemalol mana suzib yuribman. Hech qanaqa bir yo'q. Endi baribir bir ish boshlaganda bir xato kamchiliklar bo'ladi, unda bir pateriya bo'ladi. O'shani juda katta pul tikmasdan yengilroq boshlanishiga bir bitta hovuz qilib, uy sharoitida qilinsa, 10 kilo, 20 kilo, 5 kilo qilinsa, biz mana imkoniyat darajada dastavka qo'yaveramiz. Mana baliqlar bemalol suzib yuribdi, hech qanaqa bir nima yo'q. Suv ham mana quyilganiga bilmadim, 10 kundan oshdi. 10 kundan oshdi. Bemalol 10 kun, 15 kunda bir suv almashtirsa bo'ladi. Mana hovuzlarimiz, mana uy sharoitida mana bitta hovuzimiz, mana ikkita hovuzimiz, mana baliqlarimiz mana bemalol suzib yuribdi. Hech qanaqa bir nima yo'q. 1,5 kiloligini hozir tashlasangiz, kuzgacha bemalol yaxshi agar qaralsa 2 kilogacha bo'ladi. 1,5 kilo, 2 kilo bo'ladi-da. Uy sharoitida o'zingiz chiroyli narsa bilan boqasiz. Shuning uchun mana ulgurgan qoladi. Baliqlarimiz bor hozir sotuvda. Video ostida nomerimizni qoldiramiz. Telefonlashib, nima qilsangiz dastavka qilib yuboramiz. Mana shu quruq holatda ketaveradi bu. Mana yashiqqa joylaganmiz, mana dastavka. Mana harakatlanib turibdi. Hali bu klientga yetib olganda, klient ham video qilib tashlab yuboradi inshaalloh. Sog'lom, hamyeri yaxshi baliqlar. Uyimizga kelganiga 3 kun, 4 kun bo'ldi. Siqqanida o'tdi. Hech qanaqa bir kasallik yo'q. Bemalol sotib olishingiz mumkin. Uyingizga dastavka qilib olamiz inshaalloh. Pulini karta orqali o'tkazilaveradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana ishingizga omad, baraka bersin.